Diqqat qidiruv. Oltinko'l tumani Maqsad mahallasi Tadbirkorlik ko'chasi 50-uyda yashagan 1959-yilda tug'ilgan Zokirov Qodirjon Jo'rayevich 2025-yilning 25-dekabr kuni yashash xonadonidan chiqib ketib, qaytib kelmasdan bedarak yo'qolganligi uchun qidirilmoqda. Zokirov Qodirjon Jo'rayevichning alohida belgilari: bo'yi 160-165 cm atrofida, o'rtacha uzunchoq yuzli, bug'doy rang, qoshlari qora, sochlari oq rangda, tepa sochi to'kilgan. O'sha kuni bedarak yo'qolgan shaxsning boshida qora rangli bosh kiyim, egnida qora rangli tiziga tushadigan uzunlikdagi palto, qora rangli shim, oyog'ida qora rangli erkaklar tuflisi bo'lgan. Ushbu shaxs to'g'risida biror bir ma'lumotga ega bo'lganlardan zudlik bilan 102 qisqa raqamiga hamda 74 354 62 24 88 760 63 63 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishlarini so'raymiz. Bedarak yo'qolib qidirilayotgan Zokirov Qodirjon Jo'rayevichning topilishida yaqinlariga ko'maklashaylik.